Assalomu alaykum tadbirkorlar. Bugun obzorimizda yana ko'chma do'konlar. Ushbu ishlab chiqarishimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman M37 yo'lining Siplon hududida joylashgan. Xo'p, do'konlarimiz sifati juda ham zo'r. Ushbu do'konlarimizga faqat sifatli narsalar ishlatilgan. Mana bu ko'rib turganda dekor klass bo'ladi. Xo'p, tepaga dizaynlarga o'zlaring xohlagan narsalarni qilib berishga harakat qilamiz. Qo'limiz rossiyskiy taxtalardan qalini. Xo'p, do'konimizning ichini ko'rganinglardek keng, yana o'zingizlarning razmerlarga qarab buyurtmalarga asosan qilib beramiz. Tak, bu yoqqa fortishkalar o'rnatilgan. Do'konimiz yozda salqin, qishda issiq, suv o'tkazmaydi. Albatta garantiyasi bor. Hozir qurilish jarayoniga borib, bir buyurtmaga asosan qurilayotgan do'konimizni ko'rsatamiz. Hozir seximizga kirib keldik. Ish jarayonlari ketyapti, ustalarimiz ishlayaptilar bu yerda. Xo'p, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xo'p, nima materiallar ishlatyapsiz? Shu haqida bir ozgina gapirib bera olasizmi? Bizda asosiy karkasga mana bunaqa 10 ga 5 lik, stenasi 2 lik profil ishlatamiz. Aha. Xo'p, polni tagiga ham xuddi shu 10 ga 5 lik u, stenasi 1,5 lik profil Bular rossiyskiy aka. Pol shpuntovoy taxta rossiyskiy. Reyka. Reykalarimiz 5 ga 4, maxsus zakaz bilan, buyurtma bilan kestiramiz buni. Aha. Xo'p. Tepalar Tepalariga mana 4 ga 2 lik profildan firma qilib yasaymiz. aha. Firma qilishdan maqsad patologik urovень chiqishi uchun, tom skat chiqishi uchun. Ben ko'rib turibsiz, patologimiz urovenda, tix. Uklon emas. U tipini uchun stiklovata qo'yamiz. Bu devorga ham stiklovata qo'yamiz. Aylanasiga stiklovata bo'ladi. Hamma joyga stiklovata qo'yiladi. Bu degani to'kaga ishlatmaymiz. Bu degani yozda salqin, qishda issiqni ushlab beradi. Buyurtmaga asosan ishlab kelasizlar menimcha. Zakazchining talabiga qarab, akfachiga buyurtma beraman. Xohlasa paketli, xohlasa kalyonni o'yna, xohlasa bir sloyli oddiy o'yna. Aha, tushunarli. Xo'p, tunukalarimiz mana ko'rib turibman bu yerda. 0.35 mm. Juda qalinlik ekan. Bizda sifat birinchi o'rinda turadi. Ushbu ko'chma do'konlarimizga yana bir narsaga e'tibor qildim. Port tomoniga ham ilgak qo'yilgan. Bu degani ko'tarib xohlagan joyingizga olib borib qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Akamiz aytganlaridek, haqiqatdan men o'zim ko'rib chiqdim. Sifatga gap bo'lishi mumkin emas. Ularda sifat birinchi o'rinda turar ekan. Ushbu do'konlarimizni eltib berish xizmati ham bor. Turgan joyimizdan 150 km uzoqlikda bo'lmagan masofaga tekin yetkazib beramiz. Qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga telefon qilib, menejerlarimiz bilan bog'lanib, bemalol o'zingizga qiziqqan savollarga javob olishingiz mumkin. Xullas, bugun sizga ko'rsatganimiz sifatli ko'chma do'konlar bo'ldi. Foydali obzorda qoling, sizga faqat foydali ma'lumotlarni yetkazamiz.